Takayasu artriti yoki Takayasu kasalligi ham deyiladi. Qon tomirlarining o'rta va katta kalibrdagi arteriya qon tomirlarining surunkali yallig'lanishi bilan kechadi. Qon tomir devori titilishi, qon tomir devorining yorilishi va qon tomir degeneratsiyasi bilan xarakterlanadi. Bu arteriya yoki shoxlari ko'plab stenozga olib keladi. Keyinchalik tromblar hosil bo'lishini keltirib chiqaradi. Qon tomirdagi stenozlar va okklyuziyalar ayniqsa aorta yoyi shoxlarining boshida aniq ko'rinadi. Muayyan ta'minlangan qon tomir bilan bir qatorda o'pka, buyrak va son arteriyalari ham shu jarayon kuzatilishi mumkin. Asosan klinikasi qanday kechadi? Organlarning qon bilan ta'minlanishidagi yetishmovchiligi bu holat bosh miya oqimining yetishmovchiligiga olib keladi. Natijada hushidan ketish, takroriy vaqtinchalik ishemik xurujlar, ishemik insultlarga olib kelish ehtimoli bor. Ko'rish qobiliyatining buzilishi bemorlarning 60%da uchrashi mumkin. Buyrak arteriyasi kasalliklari esa 50% hollarda arterial gipertenziya, Takayasu deriniya belgilari bilan birga keladi. Buyrak arteriyasi kasalligi odatda arterial gipertenziyaga olib keladi. Aorta yoki o'pka gipertenziyasi tufayli kardiomegaliya va ikkilamchi yurak yetishmovchiligini hosil qiladi. Gemodinamik buzilishlar boshlanishidan oldin umumiy holsizlik, isitma, tungi terlash, artralgiya, ya'ni bo'g'imlarning og'rig'i, anoreksiya, ishtahaning pastligi yoki yo'qolishi va ozib ketish kuzatiladi. Bu paytda ko'pincha yosh ayollarda ko'proq uchraydi. Takayasu arteritining rivojlanishida, ya'ni rivojlanish tabiati noma'lum bo'lgan immunopatogenetik mexanizmlari muhim rol o'ynaydi. Odatda so'yning ko'tarilishi, o'rta darajada anemiya, leykosit va immunoglobulin darajasining oshishi aniqlanadi. 1908-yili yapon jarrohi Takayasu tomonidan tasvirlangan. E'tiboringiz uchun rahmat.